Selamünaleyküm mikrofondaki barlıq aziz qarindaşlar. Mən əsli bundaq qıldaki videolarını tartışın taza layıq görməyən. Biroq hamda keyin 101 ehtimollik bo'lgan ba'zi ishlarni oldini olish maqsadida men bu videoni taqib qoldim. Ham ularniki to'g'ri tarafdan tahlil qilib tushunishimni umid qilaman. Ham jamiyatimizda bir qism yoshlar, o'tir yoshlar shunaqalar biz yo'lboshi bo'lib o'tgan nurg'ulg'an qarindoshlarimiz bor. Mayli korxonachilik sohasida bo'lsin, mayli boshqa sohalarda bo'lsin, o'z oldiga o'zininki tirishchilik bilan iyilik tiklab, o'zi atrofdagilarga va xalqimizga aktiv energiya taqib, bak jafoliq tirishchiliklar bilan jamiyatimizda o'zininki bir kishilik qimmatni yaratayotganlarimizni, yoshlarimizni, qarindoshlarimizni olsangiz. Hem de elbette bir adamın tirishib, muşu bir cemiyette, bir kollektifning içinde özellikle bir egilikni tiklab, ahirgi chiqishi intayin müşkül bir iş, bir jafoliq bir iş. Kısmen adamlar bunda jafoliq egilikninki qanchalik ta'sir qilganligini tahlil qilib tushuna oladi. Ba'zi odamlar yuzaki muomala qilishi mumkin. Endi mushundaq jafoliq ilgirlash jarayonida odamlarning hammasi mükemmel bo'lmashqa. Belki aloqa ishlarida bo'lsin, yoki savdo tijorat ishlarida bo'lsin, yoki hayot musofasida 100% to'g'ri qilib bo'lmagan taraflarimi bo'lishi mumkin. Unda bo'lgandan keyin odamlarning do'stimi va uningga masalda ma'lum nisbatda dushmanim bo'lishi mumkin. Hamda men eng oldin bilan bu jamiyatimizdagi tirishayotgan, izlanayotgan öz hayatını bir qimmat yaratish orqali go'zal qilish uchun to'xtamay balqu yetmay kishini ko'zlab ma'lumotdan barliq akalarimga, onalarimga, yoshlarga, umidvor qarindoshlarimizga o'zining xalq uchun ya o'zi uchun, kelgusi uchun bir kun bo'lsin ahamiyatli yashaydigan izlanayotgan har bir kishilarimizga eng oliy umidimni bildirdim. Men garchi cho'mish qilmagan bo'lsam yoki cemiyette başlar o şey köp mental yetkizilgen bolsa, bırak men mas qadamda yoshlar ichida tirishmayotgan yoshlardan birisi. Endi bugungi maqsad nima? Mushundaq qarindoshlarimiz tirishmayotgandan keyin bularga havas qiladigan, ularga chin dilidan qoyil bo'ladigan, yaxshi tilaklar bilan ularning ishlariga barakat usullaydiganlarni borgan, ma'lum nisbatda ularga hasad qilib, ularning ishlariga ularninki ba'zi muvaffaqiyatli ko'z qizartirganlarni yo'qamaskin. Endi yaqinda qanday ish yuz berdi degan vaqtda mening shu tirishchiligim bilan tikilgan shu egiliklarimga ko'z qizartdimi yoki bo'lmasa mening xalq oldidagi ozdir ko'pdirmi shu muvaffaqiyatlarimga, qo'l keltirgan natijalarimga hasad qildimi, qanday bo'ldi uqmadim. Kayni-kayndan mening ismimni, Intil degan ismni destek qilib turib, ündidarga mushundaq ismni qo'llanish orqali kayni-kayndan bu 4 qatimdak yuz berdi. O'xshamagan odamlar to'rlarga boshqalarga so'z qoldirish orqali men Abdulat muallim, men bu nurg'ulg'an odamlar yordam qilgan beshimga qiyinchilik kun kelib qoldi. Bak elor kunda qolib qoldi. Men azar yordam qilgan bo'lsanglar deb ündidarlarda 500 yuandan, 1000 yuandan hatta onundan yuqori so'mliq başlarga intan yelnish orqali mablag' to'plagan. Hatta bu mablag'niki to'plagan mablag'ning soni hozirgi aniqlashim qaraganda 10 so'm 50 millionga ishib ketdi. Hatta ba'zi odamlar o'zimizning singillariga mening nomimda mening shu ismimni qo'llanib undidarni etish orqali mening putur rasmlarimni chiqarish orqali bo'lmag'ur gaplarni qilgan. Ba'zi aqidimizga, axloqimizga mas gaplarni qilish orqali mening obrazimni xunuklaştirgan. Qatorliq nurg'ulg'an ishlar kerak yuz beravergandan keyin amal yo'q, ikro orqali ba'zi qarindoshlarimizga tushuncha berib qo'yish bilan birga mening nomimni qo'llanib, mening ismimni qo'llanib, har qanday bir odam uchib kelsa yoki yordam talab qilsa, shaksiz rad qilib o'tishni chin dildan tavsiya qilaman va sizlarga bir qitimliq bisharat bermoqchi bo'laman. Endi men agar yordam muhtoj bo'lib qolsam, qarindoshlarim yordam qilishi mumkin. Men balkim o'z telefonimni qo'limga ilib, o'zim telefon qilib,
sizlarga bevosita qiyinchiliklar bo'lsa deyishim mumkin. Shukran, tirishchiligim bilan hozir qadar xalqimiz izchil madad bir qo'llab kelayotgan ishlarimiz yaxshi yurishib ketyapti. Biroq mening nomimni suiiste'mol qilib, boshqalardan mablag' to'plab yoki bo'lmasa bo'lmag'ur gap so'zlarni qilib, mening axloqimga, meningki odamiyligimga, meningki hayot prinsipimga xilof ishlarni qilayotgan qarindoshlarimizga deydiganim biz unday qilmaylik. Biz to'g'ri yo'l bilan, haq bilan tirishchiligimiz bilan o'zimizning hayotni go'zal qilaylik. Herkes undaq tirishayotgan qarindoshimizning nomini setib, undaq manfaat orqali menimcha biz baxtli turmush yashamaymiz deb o'ylayman. Shu niyatimizning durust bo'lishini, hamma ishlarimizning to'g'ri yo'lda bo'lishini umid qilaman qarindoshlarim. Endi men bilan o'xshash, balki shunday ishlar yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Hammasining hissiyoti men bilan o'xshash bo'lishi mumkin. Men qandaqdir boshqalarga haqorat qilib yoki tillab yoki ochiqim bilan so'zlamadim, men faqat iltijo qilyapman. Hammamiz haq yo'lda, to'g'ri yo'lda bo'lsak, menimcha xalq, hukumat, hamma kishilar bizni qo'llaydi deb o'ylayman. Ishlarga barakat, utuq tilayman. Bo'lsa, diqqat qilgan bo'lsak, buningdagi mudaq ishlar yuz bermagan bo'lsa, ana oxirdan mana yangi yilinglar muborak bo'lsin aziz qarindoshlarim. Mendek bir yoshni qo'llab berayotgan bak ko'p qarindoshlarim bor. Hukumat organlari va nurg'un qarindoshlarimiz intilga madad qilyapti. Ish qilib deydiganim rahmat. Men cho'qim xalq o'zgalarligida, xalq o'zgalarligida, xalq suyunigida, xalqning faxrli o'g'loni bo'lishga, haqiqiy bir suyunib bir ma'rifchi bo'lishga tirishchilik ko'rsatyapman. Albatta biz bu mukammal emas tirishyapmiz. İşlerimiz bereketli, utuqliq bo'lg'isi, oila va xushalik, tanlarimiz salomatlik yor bo'lsin. Xayr xo'sh.